Bilaman buni siz ancha kutdingiz. Zakaznoy pishiriqlarim challenge-ning 6-darsi aynan iriska nijniy o'zim zakazga qiladigan variantini o'rgataman. Un bilan sariyog'ni kroshka qilib olamiz. Mayin kroshka holiga kelgandan keyin vanilin, razrxiltel, tuxum sarig'i, smetanani solib, chala xamir qorib, xolodilnikda muzlatib olamiz. Muzlagan xamirlarimizni qirg'ich yordamida chiqarib, gaz pechida pishirib olamiz. Keyin bo'lsa pishgandan keyin tuxum oqidan beze tayyorlaymiz. Bezeyimiz oppoq holiga kelgandan keyin nomiga pishib olgan shunaqa xamirimizni ustidan esa beze qo'yib, yana gaz pechida pishirib olamiz. Bezeyimiz qattiq holga kelishi kerak. Endi yana sifatli sariyog'dan krem tayyorlaymiz. Uning uchun mikser qilib olamiz. Xona haroratidagi sariyog'ni, zgushonkani solib, yana mikser qilib olamiz. Endi bo'lsa ustidan xuddi shunday qilib nasadka yordamida chiqarib olamiz. Juda ham mazali chiqadi. Aynan hozir men ko'rsatgan brend 2 marta ham yomon chiqdi. Shakarlari qatirmochi chiqib, uni to'liq grammajlarini olish uchun menga obuna bo'lib, lichkaga plus belgisini qoldiring.